Dvijeniyasi zo'r yerindən, odamı gavjum yerindən, arinda bəsən ham 300 dollara arinda qo'yib bo'ladigan yerindən sizlarga Qasak bozori Qoq markazidan bozori ichidan, yangi bozori ichidan sizlarga xudo xolasa 29500 dollara magazin qo'yib beramiz. Ichining konditsionerlaridan, jihozlaridan, polkalaridan, hamma narsasi bilan birga shu summaga beriladi, qo'l xayri bor. Men sizlarga hozir manzilni tushuntiraman azizlar. Bir dona yurakcha bosib qo'yinglar. Otash tovida shunday reklama chiqdi desangizlar bo'ladi. Ro'paramizdagi do'konlar ayrimlari ham 300 dollar arenda to'laydi ekanlar. Dvijeniya yaxshi deb turibdilar. Bemalol kelasizlar. Toza bozor ichida 439-do'kon azizlar. Bu yerda kiyim butikatidan bemalol o'zingiz biznes qilsangiz bo'ladi. Toshkentdan erdan bu summaga joy olaman desangizlar olib bo'lmaydi birinchidan, ikkinchidan beri alsanızlar ham 300 dollara arenda berib bilasizlar. O'zingiz biznes etmagan holatda hozir men beri manzilni tushuntiraman, ondan biri ishlarni ko'rib olamiz. Kelinglar. Aytib o'tganimning ichindagi jihozlar deyilmaydi. Konditsionerdan tutib to kameralarga turadi. Bu yerdagi narsalari, bu yerdagi polkalari hamma narsasi bilan birgalikda sizlarga beriladi. Bemalol kelib savdo qilsangiz bo'ladi. Biri sotilayotgan sababi o'zlari uspit qilib bilmay turibdi. Sababi xon tarafda ikki do'konlari bor sizda. Bu esa uchinchisi buni sotishga majbur bo'ldilar. Manzilni tushuntirib beraman sizlarga. Adresini ham qisqacha tushuntiraman. 439-do'kon beda turgan bo'lsa yerda, ena bu darvozamiz Ko'na bozor bilan Toza bozori tutashgan yeri. Ya'ni Toza bozorda 4 darvoza bor, shuning qibla tarafida joylashgan darvoza Eshur, Al-Muslim, Askar Gamburg shoda joylashgan. Gelasini yana shoda 439-do'kon. Bemalol bedan o'ttikatda dvijeniyasi normal ekan, bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. Yana aytib o'tganim. Bemalol xarid etaveringlar.